ovoza qilish shart emas edi. Jim yursang bo'lmaydimi? Haqiqatni bilgach yashirmayman. Alloh kecha bilan kunduzni ajratib qo'yganidek, men ham haq bilan botilni oshkor aytaman. Umar, kim o'ylabdi deysan? O'ylaganimdek bo'lib chiqdi. Musulmon bo'lishini sezganmiding? Birortamiz musulmon bo'lsak, qaysi birimiz birinchi bo'lishimizga qiziqqandim. Umar deb o'ylaganmiding? Umar yosh bo'lsa ham otalarimiz bilan Muhammad masalasini muhokama qilardi. Qalbi ham toza. Yangilikni qabul qilishi oson. An'analarga ko'r-ko'rona ergashmaydi. Doim shaxsiy fikri bor. Ichidagini yashirmaydi. Achchiqlansa tez hovuridan tushadi. Muhammadga adovati otalarimiznikidek shaxsiy g'arazga asoslanmagan edi. Uning o'z fikri bor edi. Fikrni o'zgartirsa ham ikkilanmaydi. Birovning ra'yiga qarab o'tirmaydi. Matohga aldanmaydi.